O'zbekistonda kartoshka urug'i narxi sezilarli darajada pasayishi kutilmoqda. Gap shundaki, joriy yilning 3-5 fevral kunlari O'zbekiston delegatsiyasining Misrga xizmat safari davomida agrar sohaning turli yo'nalishida hamkorlik qilish bo'yicha bir qator manfaatli kelishuvlarga erishildi. Xususan, Misr kompaniyasi bilan 250 ming dona Hermes navli kartoshka mini tuganaklarini mamlakatimizga yetkazib berish va birgalikda yuqori sifatli kasalliklardan xoli urug'lik yetishtirish bo'yicha shartnoma imzolangan edi. Mini tuganaklar mamlakatimizga olib kelindi va Bulung'ur Agrostar ixtisoslashgan kompaniyasi hamda Turon Bank tomonidan tashkil etilgan maxsus omborxonalarga joylashtirildi. 250 ming dona mini to'ganaklarni import qildik. Ushbu mini to'ganaklardan super elita va elita bosqichlargacha bo'lgan zanjirni amalga oshirishni rejalashtirib olganmiz. Baxmal tumanining tog' bag'rlarida yer tanlandi. 6000 tonnagacha super elita va elita urug'liklarni olish rejamizda bor va o'zimiz yetishtirganligi hisobiga urug'ning narxi yarim baravar arzon bo'lishi kutilyapti. Bu davr mobaynida o'sha urug'ni O'zbekiston ob-havosiga, O'zbekiston iqlimiga adaptatsiyasi kuzatib boriladi va albatta O'zbekiston iqlimiga mos kartoshkaning elita urug'lik navi yaratiladi. Kelishuvga asosan sifatli urug'lik kartoshka yetishtirishda ko'maklashish uchun xorijiy kompaniya mutaxassislari ham jalb etilgan. Misrdan keltirilgan mini to'ganaklarni sovutgichli omborxonalarga joylashtirdik. 15 kundan keyin ekishni boshlashimiz kerak. Bu O'zbekiston va Misr o'rtasida kelishuv asosida amalga oshirilmoqda. Maqsad kasallikdan xoli, viruslarsiz, juda sog'lom urug'lik manbai bo'lgan mini to'ganaklardan sifatli urug'lik olishga ko'maklashish. Kelajakda O'zbekiston va Misr o'rtasidagi urug'lik kartoshka ishlab chiqarish sohasidagi hamkorlik yanada kengayadi deb o'ylayman. Bu borada yaxshi natijalarga erishishimizga ishonaman. Ikki mamlakat o'rtasida hamkorlik imkoniyatlari juda katta. Bulung'ur Agrostar ixtisoslashgan kompaniyasi tomonidan Gollandiyadan keltirilgan yuqori sifatli elita kartoshka urug'larini aholiga ustamasiz narxlarda taqdim qilish ishlari ham davom etmoqda.